Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan Guliston shahridagi Humo savdo majmuasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun mazmunan boy, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv doirasida Prezidentimizning 2025-yil 12-avgustdagi 247-sonli qarori ijrosi hamda zamonaviy elektron platformalardan samarali foydalanish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Tadbirda tadbirkorlarga soliq sohasidagi dolzarb yangiliklar, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish, tartib-tamoyillar yuzasidan batafsil tushuntirishlar berildi. Ishtirokchilarga soliq hisobotlarini elektron shaklda topshirish, onlayn xizmatlardan qulay va tezkor foydalanish, shuningdek soliq qo'mitasi tomonidan joriy etilgan yangi raqamli xizmatlarning afzalliklari bosqichma-bosqich ko'rsatib berildi. Tadbir jarayonida raqamli platformalarning amaliy qo'llanilishi bo'yicha berilgan tushuntirishlar tadbirkorlar faoliyatini yanada yengillashtirishi, vaqt va resurs tejashiga xizmat qilishi alohida ta'kidlandi. Uchrashuv o'zaro fikr almashinuvi, savol-javoblar va amaliy ko'mak ruhida o'tib, tadbirkorlarga yangi bilimlar va kelgusi rejalarda mustahkam tayanch bo'ladigan foydali ma'lumotlar taqdim etildi.